So'nggi paytda koinotda juda ham g'alati hodisalar yuz berayotganidan xabaringiz bo'lsa kerak. Agar odamlar nimaga hali ham vahimada yurganini bilmasangiz, keling sizga tushuntirib beraman. 2025-yil 1-iyun kuni NASA 3i Atlas deb nomlangan obyektni kashf etdi. Bu bizni quyosh tizimimizga kirib kelgani tasdiqlangan 3-yulduzlararo jism bo'ldi. U quyosh tortish maydonidan tashqaridan kelayotgani va hech bir orbitaga bog'lanmagan yo'nalishda harakatlanayotgani juda ham shubhali. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, bu obyekt ulkan hajmga ega, taxminan 20-24 kilometr. Tasavvuringiz uchun uni taxminiy uzunasi Yunusoboddan Sergeligacha. Uning taxminiy tezligi esa soatiga 245 ming kilometr. Bu esa uni tarixda kuzatilgan eng tez yulduzlararo sayohatchiga aylantiradi. Ammo olimlarni hayratga solgan narsa uni tezligi emas, yo'nalishi. Uning trayektoriyasi tahlil qilinganda obyekt Sagittarius yo'nalishidan kelayotgani aniqlandi. Bu esa o'sha mashhur wow signali kelib chiqqan hudud. Garvard universiteti olimlari 3i Atlas tabiiy jism emasligi, balki sun'iy tarzda boshqarilayotgan obyekt bo'lishi ham mumkinligini taxmin qilishmoqda. Uni noodatiy harakatlari esa shubhalarni yanada kuchaytiradi. Hisob-kitoblarga ko'ra, u Yupiter, Mars va Venera bilan to'qnashish ehtimoli yuqori bo'lsa-da, Yer orbitasini mohirona chetlab o'tmoqda. Eng qizig'i esa u Quyoshga yaqinlashgan paytda Yer Quyoshning narigi tomonida bo'ladi. Ya'ni biz uni bevosita kuzata olmaymiz. Ehtimol bu oddiy kometadir, lekin ma'lumotlar hali ham aniq xulosa chiqarish uchun yetarli emas. Agar u kema bo'lsa, u kometa ko'rinishida niqoblamagan bo'lishi mumkin. Agar shunaqa bo'lsa, bu juda ham aqlli tuzilgan harbiy strategiya bo'lgan bo'lardi. Balki u haqiqatan ham gazli qobiq hosil qilib, Quyosh nurini aks ettirib, o'zini tabiiy jism sifatida ko'rsatayotgandir. Agar haqiqatan ham shunaqa bo'lsa, bitta savol tug'iladi. Ular bizdan nima xohlashyapti? Nima maqsadda kelishyapti? Shunchaki do'stona tashrifmi yoki bizdan nimadirni tortib olishmoqchimi? Aniq javobni hech kim bilmaydi. Har narsa bo'lishi mumkin. Ammo hatto bu tabiiy jism bo'lsa ham, bu obyektning o'zgacha harakatlari olamshumul ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Shaxsan men neytral fikrdaman. Hech kimni hech narsaga ishontirish niyatim yo'q. Bu mavzu hali ham ilmiy doirada muhokama qilinmoqda. Aniq javob chiqquncha kanalimga obuna bo'lib, yangi sonlarni kuzatib borishni maslahat beraman. Rahmat.